Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun mana 14-iyun chizosida ko'rib bo'layotganlaringizdek aeroport Pulkovodamiz. Mana qo'limda 3 ta bilet hamda mana pasadishni talonlar turibdi va mana akalarimiz bo'ladi. Assalomu alaykum akalar, xush kelibsizlar. Kelibsan. Biletlar ishonchli ekan. Ishonchli, mana kutib olishni bizga bezakib, mana yana ajdan zalgacha yuborishyapti. Rahmat sizlarga hammalarga. Ko'pchilik akalarimiz shu videoni ko'rib aytishadi-da, kommentariyada yozishadi. Sizlar spetsalni passajirlarga pul berib, majburiy video qilyapsizlar. Yo'q, unaqa haqiqat ekan. Mana birinchi marta tepada Alloh turibdi, birinchi marta ko'rishib, mana birinchi marta ketishyapmiz. Bunaqa yolg'on narsalar yo'q. Kommentda bo'ladi, любой narsa yoziladi, lekin bunaqa halol ekan. Hammasi ishonchli, как realni. Bilet olishlaringizni aytib o'tilar, uchrashishimiz, aeroportga kelib, hammasi как realni amalga oshirilyapti. Hammasi. Tavsiya qilasizmi akajon kassamizni, xizmat ko'rsatishlarimizni? Aziz vatandoshlar, akalarimiz ham ketishyaptilar. Ushbu videoni